Bu saatlik dersimizde olsa biz hem de Android'deki ama şu sandan ufkumu yani Shojiku ufkumu sözlerimiz yani SQLite'ni sözlerimiz. Meldan saatlerde depe tüketkenmiş şu SQLite Android işletken Shojiku olsa SQLite. Yani SQLite degenimiz bir KVNG amaya açık kutluk KVNG ama hem nahayetimi küçük olgan bizden Kenrushi Shiton dap koyda demişsin yerga bek köp işiltadigan sandallardan birisi. Uniki hamda bunda bir qancha alohidalik bor. Yengil, ya'ni Chinyanji deymiz ya, nahayat yengil. Endi SQLite'ni masalan biz ma'lum bir o'zimizniki ma'lum bir so'zlish to'nsida yoki ma'lum bir ranjansida ishlatmoqchi bo'lib qolsak, faqat bir qancha bir dong tayinlangan kuni akribla uni ishlatamiz degan so'z. O hech qanday shidonga ya anda fu ya munda fu qochlashni hojati yo'q. Ikkinchisi Dulishin dedi. Dulishin degani mustaqilligiga, mustaqillik ahamiyat deb qo'ydimmi mana bu shu yilان Disanfan Ranjan ya bu shu Sovyet Anran dedi. Bu SQLite'ni biz tartib etib ishlasak faqat shu do'ntaylanchi ko'zni qo'yib qo'yibla munosabatli shu qoidasi bo'yicha ishlatsak bo'ldi. Anki mavi Galishin dedi. Galishin yana Shujikuni günü bakkan sahtaşlar bildi. Shujikuda mesela biao, shitu deb qo'yamiz. Biao degani table deymiz. Shitu degani view deymiz. Chufachi degani trigger deymiz. Mana shunga o'xshash hamda mazmunli bor. Masalan, biao deganimiz uchur saqlandi. Shitu deganimiz hamda neysundiki biao deb qo'yamiz odatda shituni. Masalan, bir qancha biaolarni yoki o'zimiz ma'lum bir SQL yuju yozib, asosan Slack'da shituga nisbatan biz chorushancho ib baramaymiz, faqat Slack'da ib baralaymiz. Va chufachi deganimiz hamda har xil bu ma'lum bir yoki ma'lum bir uchur qitilganda chufa bo'lgan, ya'ni qo'zg'ildigan avtomatika yoki bo'lmasa o'zgartirilganda, o'chirilganda degandek shunda chufachi deb qo'ydi odatda, shuni trigger deb qo'ydi. Shunday o'xshash bir qancha mazmunli bor shu jukuda. Mushlarga nisbatan ayrim bir vinjanja qurib maqda, vinjanjani ichida. Bunda qilsa, masalan, ma'lum bir chufachilardan chetaq chiqqan bo'lsa, biz biyosni berib shu chufachini vinjanjasini o'zgartsak bo'ldi degan so'z. Quapingda SQLite deganimiz hamda Quapingda shu Android'da ishlatgan, boshqa sozlovchi to'nlardan ko'proq ishlatadi. iOS'da ham shu SQLite'ni ishlatgan. Endi buni ishlatish doirasi bir qadar kengroq. Masalan, yangi chiqayotgan hozirgi masalan, Chenrushi to'nlarning jihlari ishlatadi, buni jihlari ishlatadi. Anadan keyin Doyuan kodi. Doyuan kodi degani hamda Shujiko jichi doyuan 变成接口degani. Merga nima degani desa, mavo 编程语言的编程语言 mesela C Sharp'da, Java'da, C Jaja'da, Object'da degandek nurg'un tillarda buni ishlatadi degan so'z. Anaki Anchanshin deydi. Anchanshin'ni hamda men jiq so'zim ham bo'ladi-ku. Buniki Anchanshin'si bexatarligi bir qadar yuqori demakchi bu yerda. Hamda Android'da SQLite'ni qanday ishlatamiz degan chog'da Android'da SQLite'ni mana SQLite Open Helper deb bir lay bor. Mushu layni o'zimizniki navbatdagi bizniki SQLite'ga so'zib qilmoqchi bo'lgan shu tipqa layga jichon qilamiz, SQLite Open Helper mana SQLite Open Helper. Bu layni jichon qilgandan keyin bizga avtomatik bir qancha fanfasini, birinchisi mana Goza fanfasini, undan keyin uncreate, unupgrade degan 3 fanfasini cho'ngshi qilishni talab qiladi. Mana shuni jichon qilgandan keyin mana shu 3 fanfasini cho'ngshi qilamiz. Hamda menga qaraydigan bo'lsak, mana super context db name undan keyin menga qaraydigan bo'lsak version debdi. Mush orqali biz ma'lum bir shujukini qura olamiz. Bu avtomatik qurdi. Agar bo'lgan bo'lsa, man nashri bilanmi teng bo'lgan bo'lsa, man nashri ya shujukuniki nashri emas, shujuku ben deb qo'ydik-ku mana. Shujukuniki nashri emas, shujukuniki ismi, bu ko'ramiz va ismi shujukuniki. Bo'lgan bo'lsa, agarda shu nashr teng bo'lgan bo'lsa qayta qurmaydi. Agar yo'q bo'lgan bo'lsa avtomatik qayta quradi, shujukuni qayta qurdi. Qurgandan keyin avtomatik shujukuni qurgandan keyin uncreate fanfasi yuz berdi. Bu uncreate fanfasini ichida biz nima ish qilamiz desang, asosiyatda shu kelgan shujukuga table'larni quramiz. O'zimizniki hamda bir qism shujukuda table'ni yoki bo'lmasa view'ni degandeklarni quramiz.
SQLite'da biz ko'proq holda view bilan matrufachi degan ham oz ishlatamiz. Asosan buniki shuji saqlaydigan bo'lg'achqa shu table'ni jiqaroq ishlatamiz, bir qadar table'ni jiqaroq ishlatamiz. Endi men upgrade degan fanfaz qachon yuz berdi degan chog'da masalan shujiku bor, tushunami? Shujiku bor. Lekin men nashriya yuqori ko'tarilgan chog'da avtomatik men upgrade degan fanfaziga kirdi. Agar shujiku bog'lab nashrimi tang bo'lsa, men upgrade degan bilan upgrade deganga kirmaydi bu avtomatik. Bu mashq fanfa yuz bermaydi agar shujiku bog'lab nashri allaqachon qurilib bo'lgan bo'lsa. Faqat shu men upgrade deganimiz shujiku yo'q, qurilmagan holatda andan keyin kirdi bunga. Ma upgrade degan fanfazimiz shujiku bor, lekin shu nashri yangilangan chog'da, lekin versionsi o'xshamagan chog'da kirdi ham sheyga alohida diqqat qilsak bo'ldi. Endi ma'ni qaraydigan bo'lsak, tuvanda tushuntirish berdi, birdan tushuntirish berdi. Mana SQLite Open Helper degandan keyin mana Go'zalxon shosi ham keyin hamda masalan namesi dedik, names ismi, versionsi dedik. Endi buni Go'zal fanfa yiban chuandi yiga chuangjianda shujiku sanshu deydi, shujiku sanshu deydi. İkincisi uncreate deydi. Chuangjian shujiku shi diye oyondaydi. Mana esimda bo'lsin, shujiku qurgancha upgrade deydi. Banban genshin shi diye oyondaydi. Keyin readable database deydi. Get readable database deganimiz biz Chuangjian hoji taka yiga jizdu shujiku deydi. Jizdu degan bilan hamda dushe degandan ma'nosini biz ko'proq holda Windows'ni tushunchasiga bog'lab tushunsak, masalan biz cpan'dikisini faqat o'qiy olamiz, lekin cpan'ga yoza olmaymiz. Bu hamda jizdu deymiz buni. Masalan biz dpan'ga ham yoza olamiz, ham o'qiy olamiz. Buni hamda dushe tushunchan deb qo'yamiz. Mashqisi ham shunda o'zimizniki bizga bir database'ni qaytardi. SQLite database bir dushanni qaytardi mashqisi. Shu dushanga asosan biz odatda choshin bo'lib qolsa jiqaroq ahvolda readable database'ni olsak bo'ldi. Agarda biz insert yo update yo delete qiladigan ishlar qolsa, writable database'ni olsak bo'ldi. Odatda ko'proq ahvolda biz mesela select qilib qolsin, mana ishlasak bo'laverdi. Select qilib qolsin, mana ishlasak bo'laverdi. Maymi dedik mana dushe shujiku deydi. Endi mani masalan faqat select qilib mani ishlatganimizda bir qadar bexatar bo'ldi. Bizniki shujiku qilaymi o'zgarish olmaydi, faqat selectni ishlatalaymiz degan so'z. Endi men tuvanga qarasak SQLite miyada shu Open Helperdagi get readable database deganimiz hamda masalan database helper deb o'zimizniki shu navbatdagi laydan bir tal dushan oldik. Dushan olgandan keyin bu andiki biz SQLite database mana db deb bir tal shujikuniki dushansini qurdik. Undan keyin bu db tangolson bizniki navbatdagi helperniki get readable database dedik. Qaraydigan bo'lsak, buni jizdu shujikudan birini oldik degan so'z. Jizdu shujikuni olgandan keyin biz faqat buni nisbatan chashillik qila olamiz, chashillik qila olamiz. Hamda mana qaraydigan bo'lsak, mana fanfalari ham shu SQLite database'niki fanfalari. Masalan, delete deganimiz ma'lum bir uchurni yuvish. Ya'ni miyaga table'niki ismi keldi, table'ning ismi deganimiz ma'sim degan so'z, user degan ma'sim. Biz qurgan chog'dagi table'ning ismi. Undan keyin miyaga string where sanshots keldi, where tokens keldi, undan keyin miyaga where arguments keldi. Bu argument degan chog'da masalan where id'si falan tang bo'lgan desak, unda bo'lsa demak id'si bir şey yozmiz degan so'z. Va insert deganimiz buni oddiy, bu insert deganimiz hamda me table'ning ismi keldi, miyaga SQLite'niki hamda shu nimiz keldi, BIOS'ning ismi keldi. Ama ikkinchisiga biz BIOS SQLite shu nimani bersak bo'ldi yoki bo'lmasa content values orqali tenja qilsak bo'ldi. Ama update deganimiz update deganimiz genshin shujiku deydi. Masalan, miyaga table'ning ismi keldi, miyaga hamda shart keldi, miyaga shartniki values keldi, miyaga genshin bo'lmoqchi zidonlarniki qimmat keldi degandek ism bilan.
EXES SQL deganimiz hamda ma'lum bir SQL yujini jishin qilamiz. Buningda hamda biz balkim select qilishimiz mumkin va yoki update qilishimiz mumkin va yoki delete qilishimiz mumkin. Ham qila olamiz degan so'z. Ham o'sha yerga bir to'g'ri bo'lgan SQL yuji keldi. Close deganimiz hamda shu yukini o'chirish, Gwenbi. Odatda biz har qanday bir shu yukini ishiltib bo'lgancha, ochgan chaqda open qilib ochimiz. Aytgan chaqda close qilib cho'qim etimiz. Bu neysindir shifon qilib buni bo'lmasa, bu neysindir bo'lib qolsa, bu chatoq chiqadi. Endi query deganimiz trashing. Bu ham qaraydigan bo'lsak, cursor deyishgandan birini qaytardi ekan, cursor deyishgandan birini qaytardi ekan. Endi query deganimiz hamda ma'lum bir table nasmi keldi, mega trashing qilmoqchi bo'lgan ziddonlar, ya'ni biz olmoqchi bo'lgan ziddonlar mega selection deydi. Theogency degandek central keldi. Buni birdam degan biz tafsiliy ko'ramiz, demo bilan ko'ramiz. Hamda men qaraydigan bo'lsak, raw query yunshin yiga yuji da SQL yuji deydi. Demak, cho'g'ni mega SQL ni bevosita yoziblar, sen ma'lum bir yoza olaysan degan so'z. Ma'lum bir trashing qila olaysan degan so'z. Ya'ni select ni bevosita yozsam bo'ldi o'shaga demakchi. Hamda qaraydigan bo'lsak, insert funksiyasining ishlatilish usuli, masalan, content values menga qaraydigan bo'lsak, insertda biz buni tablening ismi, undan keyin menga qaraydigan bo'lsak, content values deb bizniki nimamiz bor. Endi insertning ishlatilish usulini ko'rib boqamiz. Content values deyishgandan bir quryapti. Content values deyishgan bilan o'sha bizniki nimatik qimmatlarni saqlaymiz. Bu shu jukuniki bir ana content valuesniki bu hashmapga o'xshab ketadi, bu hashmapga. Qaraydigan bo'lsak, put deb bir funksiyasi bor ekan, put deb bir funksiyasi bor ekan. Undagi usernamesiga masalan jack deb berdi, undan keyin passwordsiga masalan is low, I low, pop music deb bunday berdi. Undan keyin qaraydigan bo'lsak, bu dbdir insert deb table ning ismi menga null berdi, undan keyin menga mush content values'ni berdi. Mush xil usul orqali biz shu jukoga ma'lum bir uchun tenja qila olamiz. Buni birdamlikin biz ishlatamiz, shuni content values orqali insert qilib, shu db niki insert qilib biz ma'lum bir uchun tenja qilamiz degan. Ana ikkinchisi qaraydigan bo'lsak, ma'qul usulda tenja qilish, ma'qul usulda. Ya'ni bu bevosita insert into deb yozilib, username degan buyog'iga ma'lum SQL yuji, buni men tushundirsam bo'ladi, SQL yujini bevosita mesela insert into table'ning ismi, undan keyin insert qilmoqchi bo'lgan ziddiyatlar, unga mos bo'lgan qimmatlar. Undan keyin buni dbniki bayatda men dedim Excel'ni SQLni jishin qilgan yujisi orqali bevosita jishin qildi. Buni endi ikkinchisi shu jukuni o'chirish deydi, o'chirish. O'chirish bo'lsa hamda o'chirishda alohida diqqat qilganimiz bu o'chirishniki sharti. O'chirishniki sharti. Nimishga desanglar, agar shartdan xatolik chiqib qolsa, xato o'chiriladigan yoki masalan sondan chatoq chiqadigan ishlar chiqadi. Shuning uchun biz o'chirish kelgan chog'da alohida diqqat qilganimiz shu o'chirishniki sharti. Hamda menga qaraydigan bo'lsak, mana central theogen deb qo'ydi. Username se balansiga teng bo'lganni. Unda nimaga teng bo'lganni deganda where arguments ning ichiga yo'qda. Jack Johnsonga teng bo'lgan, Jack Johnsonga username teng bo'lganni o'chiribdi. Delete orqali table shu bionosmi anandiki nimani o'chirman, nimaga teng bo'lganni bunday yozibdi. Mana o'chirishni. Mana hamda o'chirishniki ikkinchi xil usuli, mana ikkinchi xil usuli. Delete bevosita SQL yujini yoziblar. Bu masalan bunday yozgan gap. Amaliyotda ma'lum eng oxirida mushni ijro qildi degan so'z, mushni ijro qildi degan so'z. Mush xil shaklda ijro qildi degan so'z. Qaraydigan bo'lsak, hamda ma'lum uchurni o'zgartish, shu jukoniki 3 cho'ng funksiyasi bor. Odatda ko'proq ishlatadigan masalan zing, shan, gay deb qo'ydi, zing, shan, gay deb qo'ydi. Hamda zing degani insert, shan degani delete, gay degani update. Mana qaraydigan bo'lsak, bu o'xshash, mana o'zgartishniki mana o'chirishga o'xshab ketadi. Sharti nimani o'zgartirma, nimaga o'zgartirma. Bundan mana
O'chirishda nimani o'chiraman, nimaga tang'ilganni, ma'lum nimani o'zgartiraman, nimaga o'zgartiraman. Mana qaraydigan bo'lsak, mana where usernamesi palonchiga tang'ilgan endi usernamesi mana tang'ilganni bu nimaga o'zgartirdi ekan desanglar, passwordni mana o'zgartirdi ekan. Passwordni mana o'zgartirdi ekan. Qaraydigan bo'lsak, upgrade falan farqi. Mana hamda bevosita SQL shaklida yozilgan update user mana user degan nima bunday qilib qo'ydi desanglar, mana bu user deganimiz mana SQLdagi Gwanjanzer bilan o'xshashlab qolsa, deb bizning ba'zi ishlatilgan tablening namelari mushkul shaklda deb qo'ydi. Mana set password mana tang bo'lsin, where username mana tang bo'lsin deganni bevosita tushun qildi. Hamda mana bu shu jikoniki chashunskani qaraydigan bo'lsak, boya query mana table aniki ma'asta tushuntiribdi har bir sen shusini. Table deganimiz bu yoniki ismi, columns deganimiz o'sha Lebya mingchun shuzo deydi. Nima demoqchi bo'lgani desa, bizningki olmoqchi bo'lganmiz shu tabledan select qilib olmoqchi bo'lgan jadvallarning ismi degan so'z, jadvallarningki ism shuzo shaklda beramiz degan so'z. Ma selection degani tevjan yuji, shandan yu where deydi. Mana keyin where deb yozamiz degan so'z. Selectionniki mashqisi bir ma'noda, selectionniki bayon delete'liga o'xshash, tevjan yujini ichiga qimmati. Ma group by deydi, finzo deydi, ma having deydi. Hamda malan hammasi nima desanglar, ma to'rtni hammasi SQLdagi bilimlar, SQLdagi bilimlar. Group by degani ma'lum bir xil shart bo'yicha grouplaydi. Having degani mana shu group tevjansi group bayniki tevjansi yani. Yani order by degani ma'lum bir zidon bo'yicha payshi qildi. Ma limit degani ma'lum bir check bo'yicha shu jun tatib oladi. Ma'lumki yerlari ma limit degan yerlari hamda MySQL ga o'xshab ketadi, MySQL ga o'xshab ketadi. SQL server bo'lsa top deymiz odatda, top deymiz. Count deymiz, count. Ma'noda hamda limit deb keyniga qo'yamiz, keyniga qo'yamiz. Undan keyin cursor function cursor deydi. Shundan yu result set deydi. Ma'lum bir mana shunday cursor degan duyshani qaytardik. Endi cursor degan duyshaniki qanday fanfalar bor, qanday ishchidan o'qib olamiz degan chog'da mana cursor degan duyshaniki get count orqali biz zongjilu tiaoshu mesela jami nechta uchur qaytardi, birinchisi, birinchisimi, oxirgi qismi shu kursor deganimiz amaliyotda bir jujunga o'xshash bir narsa, jujunga o'xshash bir narsa. Nimaga desanglar, bu qaytargan chog'da avtomatik bu hamda masalan kursorning ichida mana shunday uchurlar bo'lib qolgan bo'lsa, mana shunday uchurlar bo'lib qolgan bo'lsa, move to first degani amaliyotda jujunni birinchisiga o'tgan degan so'z, birinchisiga o'tgan degan so'z. Hamda move to last degani hamda jujunni eng oxirgisiga o'tgan degan so'z. Hamda qaranglar move to next dedi, Unda bo'lsa jujunni avtomatik ma'noga o'tkazsa, biz ma'no o'qiy olamiz degan so'z. Next qilsa ma'noga o'tgan, next qilsa ma'noga o'tgan, mush orqali eng oxirgi o'qib boramiz degan so'z, eng oxirgi o'qib boramiz deymiz. Hamda move to manchinchisi degan so'z, unda bo'lsa move to manchinchisiga bios secret degan so'z. Bu list o'xshash array listga bog'lab tushunsangiz bo'ladi, mana array listga bog'lab tushunsangiz bo'ldi. Mana oldiga o'tkazilgan, mana keyniga o'tkazilgan, endi mana shu jigoda shuanshang deb qo'ydi, shuanshang deb qo'ydi, endi shunda oldiga keyniga ma'nolaydi. Anadaki get column index dedim. Column namesini bersak, ma'lum shu navbatdagi jadvalniki nechinchi jadvalligini qaytardi. Nimaga ismini bersak, nechinchi jadvalligini qaytardi. Endi mana amaliy bir function ekan. Masalan, userdagi barliqni o'qib olibdi. Userdagi barliqni o'qib olibdi. Dosa move to first debdi. Bu oldi bilan cho'qim birinchisiga o'tkash kerak, bu. Andan keyin get count orqali birdan o'qib olibdi degan so'z meni. Hamda mana raw query orqali o'qib olganki, bevosita bunda select username esa mana tanlagandan dosa move to first deb bevosita o'qib olibdi, mana bir tanlab.
Bu hamda Shujiko'da asosliq Shujiko bilimlari, SQLite asosliq bilimlari. Hamda SQLite'ning alohidligini men qayta tushundimay. SQLite'niki anandiki men qurgan chaqda cho'qim SQLite Open Helper degan lane'ni bunga jichon qilamiz. SQLite Open Helper degan lane'ni jichon qilamiz. Andan keyin men jichon qilganda Gozo Hanshosida biz diqqat qilamiz. Menga Shujiko'ning ismi version skill. Agar Shujiko yo'q bo'lgan bo'lsa, dastlabda create funksiyasiga Shujiko'ningki bambasida yengilinish bo'lgan bo'lsa, upgrade funksiyasi yuz berdi. Mava hamda shu Open Helper'niki funksiyalari, shu SQLite Open Helper'niki funksiyalari. Ya'ni masalan, Gozo Hanshosi Shujiko qurilgandagisi, Shujiko yangilangandagisi faqat o'qiydiganlar Shujikoni elish, faqat yezib o'qiydigan Shujikoni elish buni. Shu orqali biz ma'lum bir Shujiko duyshanga erishgandan keyin bu Shujiko duyshangniki bunda funksiyalar bor. Delete, insert, andan keyin bu yerda update, andan keyin bu yerda ma'lum bir SQLni yunshin qilish, o'chirish, open deb bor. Andan keyin bu yerga yozmabdi. Query, andan keyin ma'lum bir chashun qilishniki ikki xil usuli. Mao uchiniki hamisininki ikki xildan usuli, ya'ni Mao bir xil usuli, Mao orqali bir xil usuli degan so'z. Masterda shuniki ishiltish usullari, ya'ni Mao content values orqali masalan bir valueslarni biz tenja qilib, aniki buningga insert qilamiz, insert qilib buni tenja qilamiz degan so'z. Shu xil usullar orqali ishiltish usullari mana. Hamda biz amaliy daymada ko'rib baqilay, buni amaliy daymada ko'rib baqilay. Amaliy daymani ishiltib Shujikoni qanday shakl saqlaydi, qanday qurdi, qurgan chog'da nimalarga diqqat qilamiz deganlarni biz amaliy daymada ko'rib baqilay. Men project'im buni quray. SQLite. Men projektimni qurdim. Oldi bilan men dosa bayon qoidamiz bo'yicha men o'zimniki SQLite Open Helper laydimni qurayin. Dosa men db helper deya. db helper deb qurgandan keyin bunga men bayatdan deb ketdim. Cho'qim extends SQLite Open Helper shunami? Open Helper deganni jichon qilamiz. Jichon qilgandan keyin cho'qim biz bayatdan deb ketdik. Gozo Hanshosini amalga oshirishimiz kerak. Buniki Gozo Hanshosini amalga oshirishimiz kerak. Qaraydigan bo'lsak, Gozo Hanshosidan boshqa ikki xil Gozo Hanshosi bor ekan. Buni qaraydigan bo'lsak, ikki xil Gozo Hanshosi bor ekan. Mava Gozo Hanshosidan boshqa aniki bayon qishki funksiyasini cho'qim amalga oshirdi. Mashqisini cho'qim amalga oshirdi. Qaraydigan buni uncreate bilan upgrade degani. Bunda olsa men faqat Gozo Hanshosiniki men o'zim sizdan qilib Gozo Hanshosini manchilik bunda jiq sensularni hojati yo'q. Men faqat bunda olsa men Gozo Hanshosini o'chirib Gozo Hanshosini o'chirib public db helper nima db helper deb context nima context debla men o'zimniki Gozo Hanshosini qilib bunga man yozaman. Men miyaga dosa public static final string db name. Bu ham Shujikoni ismi odatda o'zgarmaydi, qolgancha o'zgarmaydi. Shuning uchun men final qildim. Miyaga demo
ticket db. SQLite'niki de kocaminsi db bo'ldi, chek db bo'ldi. Bundan sonra men mega shu jukun ismini berayim, manaqa men nullni beray. Bundan navbatdagi versionsiga public static final int versionsi tang 10 deb qo'yay, mana 10 deb qo'yay. Bundan sonra navbatdagi versionsiga men 10 ni beray, manaqa men nullni beray. Mush orqali men o'zimniki db helperni, ya'ni shujuku dushan qaytaradigan db helperni men qurib oldim. Bundan sonra men miyaga db helper go'zalxon shu deb qo'yay, go'zalxon shu video yongday. Andiki men miyaga on create video yongday ya db helperniki miyaga men upgrade ni ham shu video yo'nlavdi ben ma'o şimdi ben ma'o deb yozib qo'ydim. Endi buni biz ijro qilib bakalım. Ijro qilish uchun cho'qim buni bir duyshonishimiz kerak. Undan sonra bu yerga men db helper db new db helper nima context warning this deb berdim. Bergandan keyin men buni endi ijro qilib bakay. Ijro qilishdan burun oldi bilan men system out'ni ichib qo'yib qaraydigan bo'lsak ijro bo'lib qoldi. Qaraydigan bo'lsak uni mau system out db helper go'zalxon shu video yo'ng deydi. Go'zalxon shu video yo'ng deydi. Undan sonra neymiş ki uncreate degan fanfas video yo'ng bo'lmadi. Neymiş ki undan sonra uncreate degan fanfas video yo'ng bo'lmadi. Biz undan sonra maniki 11 qilib bakay hemen. Qaraydigan yana go'zalxon shu videoni deydi. Shu go'zalxon shu videoyu lekin nimishki uncreate bilan upgrade degan fanfaz deyiladi. Buni tekshirib bakalım biz. Qaraydigan bo'lsak biz masalani bu yerdan izlaylik. Biz faqat hozir buniki faqat duyshon appli qo'ydik, lekin hech qanday bunga nisbatan biz ya shujukun oldigan ya o'qiydigan hech qanday. Shuning uchun oldi bilan cho'qim biz bunga get writable database yoki readable database deb olsak, u chaqda andan keyin bu shujukun tekshirib bormi yo'qmi u chaqda quradi. Undan sonra men get writable database deb miyaga db SQLite database SQLite SQLite database bununla teng mana berimiz. Mana bergandan keyin miyada mana db helper deb o'zgartirdi. Mana bu faqat yordamchilar. Mana bergandan keyin miyada endi biz mana db ni nullmi null emasmi shuni tekshirish orqali biz undan keyin buni nisbatan bera olamiz. Hozir men undan sonra buni qaytadan yushin qilay.
Qaytadan yoshin qilib qaraydigan bo'lsak, uni hamda yuz berdi. Uncreate Henshu Beideoyon deydi. Uncreate Henshu Beideoyon bo'lgandan buni nisbatan shujuqonlig'icha qurilib bo'ldi. Endi bo'lsa biz File Explorer'dan dataning ichidagi data Ondan keyin qaraydigan bo'lsak, bu yerda SQLite deb bizniki bonusni turdi. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, buni database deb bungan joydan birisi mana db deb shu jukuni qurib bo'libdi. Shu jukuni qurib bo'lgan ekan, bu shu jukuni ichida lekin hech qanday hozir nima yo'q, hech qanday table yo'q. Table'ni ne quramiz degan chog'da table'ni mana create nashchi quramiz. Endi men qayta mana ijro qilib boqay. Hozir shu jukuni qurib bo'ldi, men qayta ijro qilib boqay. Constni tozalaydi. Qaraydigan bo'lsak, uncreate qayta yuz bermadi, uncreate qayta yuz bermadi. Undan so'ng men maniki bambasini men 12 qilib o'zgartirib ijro qilib boqay. Qaraydigan bo'lsak, buni upgrade yuz berdi. Endi upgrade bambas o'zgargancha 11 dan 12 ga ko'tarildi deydi. 11 dan 12 ga ko'tarildi. Undan so'ng men 10 ga tushirib boqay, nima ish yuz berdi ekan. Joda yerdan yechon chiqdi. Qaraydigan bo'lsak, buni yechon chiqyapti mana. Sen SQLite'niki yerdan cannot deydi mana. Cannot downgrade database from version 12 to 10 deydi. Mana ma'no qaraydigan bo'lsak, demak u cho'qim biz o'rtalaymiz, lekin tushiramaymiz, buni tushiramaymiz. Cho'nshidimi yechon chiqib buni qo'zg'almaydi, cho'nshidimi yechon chiqib qo'zg'almaydi. Unda olsa biz table'ni mana shu quramiz, table'ni mana shu quramiz. Table qurgan chog'da endi diqqat qilgan bir qancha mazmunlar bor. Oldi bilan menda olsa string SQL deb bir SQL yuzini izolay, create table nima, undan keyin table'ning ismi. Bo'lsa men user deya yoki bo'lmasa user info deb qo'yay. Undan keyin buniki zidvanlari. Undan so'ng birinchisi username nima? Username. Undan keyin buniki latency varchar. Undan keyin buniki uzunligi masalan, uzunligi yavar bo'lsin. Undan keyin not null tamamdır. Undan keyin ikkinchisi user password. Varchar 20 not null nima? Undan keyin user address varchar 128 deb shunda qurayaman. Qurgandan keyin qanday qilamiz desak, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tasavvur shu kelyapti-da mana. Database bizga, ya'ni database nimadan ko'rib biz database'niki function orqali biz SQL'ni gishin qila olamiz. Endi hozir biz navbatdagi SQL'ni gishin qilaylik. Unda esa sysadd SQL gishin B deb qo'yaman. Unda esa men functionning hujjasi bormi yo'q biz qarab bakalım. Qaraydigan buni fan hujjasi yo'q, functionni bu fan hujjasi. Demak buni ichida endi biz table'dan buni qurdik, table'dan buni qurdik mana. Table'dan buni qurgandan keyin buni ijro qilib bakalıyız. İcra bu mu?
ijro bo'lgan bo'lsa, men database'ni endi men chiqarib tekshirib boqay. Bu database'ni men UNH'ga saqlab qo'yib turay hozircha. Database'ni chiqarib olgandan keyin men hamda shu Windows'da yoki Mac'da har xil shu SQLite'ni ochadigan go'ngjular bor. Shular orqali sizlar ba'zi SQLite'ni tekshirib boqsangiz bo'ldi. Menikilarga vaqt o'tib ketgan o'xshaydi bular. Ba'zilar haqsizlar bor, haqliqlar bor buniki. Bo'ldi, buni mayli. Buni hozir buning ham normal qurilgan bo'lsa, shuni tekshirib boqsaqli bo'ldi biz ham shu yerda. Shunaqa ma'lum bir shujini insert qilib boqsaqli bo'ldi. Unda bo'lsa men bu yerga content values shundami? Value ananiki new content values. Ananiki value ga put case ga men case ga jadval nasmini bermene usernamesini usernamesiga men yep andaki buniki valuesi user password shunami? User password'ga men 1 2 3 4 5 6 7 deb beray. Undaki uchinchisi user address shunami? User address'ga men Xinjiang Tianshanchi deb berib qo'yay. Endi shuni insert qilsaqli bo'ldi bizga. Doza db niki insert tables user info dejnami? User info mega null values'ga value deb keldi degansiz. Doz insert niki qaraydigansak long qaytadi ekan, long qaytadi ekan. Doza long result deb ipaqaya. Andiki message out result deb chiqarib baqaya bunaqa. Qaraydigansak -1 qaytdi bunida -1 qaytdi. Endi ekran chiqibdi bunida ne? Ndaydi sana insert into user info. Nima? User password, username, user address, values deydi. No such table user info deydi. Biz xato yozib qo'yishmaydi. Ya table'ni qurmagan şeyde user address
Hozir demak yo'qni bu endi table yo'q dedim. Bo'lsa men banbasini yana bir ko'tarib, zadim shu uncreate'ga normal kirdimi, kirmadimi bu yerdan qarab baqilay bunikini. Ba'zi uncreate kirmaydi bu. Uncreate kirmaydi. Endi unda olsa men qanday qilmay degan joyda yoni men tozlaydi o'chiratsam bo'ldi. Men tozlasam, men yerdan tozlasam shu juku yo'qaydi bular. Ondan sonra men bu yerga qaytib qarab baqaman. SQL Drishing Vanby deydi. Ma'nodan bir qaytibdi endi o'zi. Demak, Drishing Vanby bu bo'lgandan keyin ma'nodan bir qaytdi degan so'z qarang. Ma'nodan bir qaytdi degan so'z qo'ying oxirida. Demak, shu jukun tenja qilib bo'ldi degan. Unda olsa rost tenja qilib bo'ldimi? Biz bu yerga endi tekshirib qarab baqalay. Tekshirishniki yana o'xshashlar. dbdir query shunami? Query aniki bu yerga tablening ismi, columns aniki selection undan sonra tablening ismini berayim men user info qolganlarini hammasiga null berayim. Null bersam mana shu more null'dagi qimmatni saqlaydigan so'z. Men yerga mesela table zidon ismini null bersam hamma zidonni qaytar degan so'z bu. Endi query bo'lgan ekan bu kursordan birini qaytar ekan bu. Kursordan birini qaytar ekan. Core deb yozib qo'yay. Kursordan birini qaytardi. Core deb yozib qo'ygan ekan, bu yerdan biz kursorniki fanfalarni biz ko'rib baqaylik. Kursorniki fanfalarni biz ko'rgan ham edi. Kursorniki get count bilan ijro qilib baqlaylik. Unda olsa sys add cursor get captain coder get count. Nima get count orqali biz nechta jilo borligini biz topa oldik. Endi olsa men buni ijro qilay. Hozir men har qitim ijro qilgan joyda, har qitim uncreate kirgan joyda esingizda bo'lsin, bir jiloni bu tenja qilmoqda, bir jiloni bu tenja qilmoqda. Qarayamsak, mana kursorniki get count 2 deydi. Unda olsa biz hozir qanday rasishkimi, qanday uchurlarni tenja qildi, biz sistemaga chiqarib baqilay bunikini. Bunda olsa biz while, shunami? While courtyard get next move to first qo'yamiz. Undan keyin move to next shunami? Oldindan move to first qo'yay. Men ustiga birinchisiga to'g'rilaytay. Mayli qanday bo'lsin, birinchisiga oldindan bir qitim to'g'rilaytay. Undan keyin courtyard move to next shunami? Move to next. Agar next bo'lib qolsa bu sys out courtyard get column index, get column name, get string deb qo'yamiz. Get string indeksini beramiz. Bunaqa bo'lsa 0-indeksini bersam bo'ldi. Hemen 0-indeksini bersam, shu usernamesini chiqarib berdi. Men usernamesini chiqarib berdim. 3 qitim zerek chiqsa to'g'ri bo'ldi hozir. 3-chi qitimlab men shu bo'lganligini Yalnız 2 qitim zerek chiqdi. Count 3 qitim bo'ldi. Demak, unda olsa biz bu yerda mana bir jumla orqali bu bir qitim minib ketadigan so'z. Unda olsa buni qanday qilamiz degan joyda buni biz unda olsa for dan foydalanamiz. Unda olsa move to next bo'laversin. For nima? int item null aniki count Kurninki get count c nima? Get count c I kichik count I jaja.
Andiken bu arqali biz ma'lum birsini olalaydik. Courtyard get deb olalaydik. Courtyard move deydik yarası. Move deb ma'lum birsiga operalaydik. Move deb opagandike ma'lum birinchi nolintisiga boradi. Nolintisiga borgandike unda bo'lsa biz bayam usul bo'yicha get string shunami? Get strings nolintisi orqali nolenti zidvan topdik. Agar zidvan ismini bilmaydigan bo'lib qolsak, unda bo'lsa biz bu yerga yana davomli courtyard get column index deb bu yerga zidvanni ismini qo'ysak bo'ladi. Nechinchisiligini bilmay qolsak. Odatda ma'loni hammasini biz ortiq jishing bo'lmaslik uchun oldinlama forni topsiga yozib olamiz. Masalan, int username index deb bu yerga bunda yozib olamiz. Bunda yozib olamiz. Miyaga faqat username bunda yozsak bo'ldi degan so'z. Bunda bo'lsa men mana chiqarayin. Sysadd qarayamsak 4 deb yana shuni chiqirdi bu. Bunda bo'lsa men move to first deganni endi bo'lsa olmay turay. Birini o'qiydigan şeydi. Yıkan çıktı bunun ne? Neymi yıkan çıktı ki qarab bakaylı. Out of index dedi. Out of index dedi. Doğrusu demek çok ne bu hem de olsa miyadan move to first almasak bu kursor degene menchintisi kep qalsa bo'lmaydi degan so'z. Biz endi davomli sinab boqaylik. Shuni elab ana degan out of index deb yana yıkan chiqqan şeyda. Shuni olgan ekan endi yıkan chiqdi qarab boqaylik. Yana out of index deb chiqibdi. Index 6 request dedi. Aytanul count'si kichik kursorniki count'idan ilingan bir qoladi rosa. Ilingan bir. Yo'q. Bu yerdan nolni boshlagandan keyin move machinasiga yetkazdik. Nima? Ondan keyin shunchinchisini biz oldik. Hozir men move insertni to'xtatib turay. Insertni men to'xtatib turdim. Keyin biz hozir bu yerdan chiqardik buni. Yana bir qayta ijro qilay. Yıkanı biz ko'rib boqaylik. Shu joyda mana ozroq diqqat qilmasa ba'zi yerlarda mana kichik xatoliklar chiqib odamlarni avor qiladi. Out of index cursor index out of bonds index dedi. Demak yo'qni endi maviyadan chiqdi degan so'z. User info'nikini oldik. Shunami? Biz get count'ini olsak, get count'idan biz qarab boqaylik. Get count'idan nechta topshiriq chiqdi keyin? Get count'idan 6 topshiriq chiqibdi. 3-chisigacha o'qibdi bu. 3-chisiga o'qib 4-chisiga kelganchada bu ekran chiqibdi.
Nasıl biz ma'qurni to'xtatib bir sinab baqilay, ma'qurni to'xtatib bir sinab baqilay. Normal ijro bo'lamdi, bo'lmamdi. Qaraylamsak, bugun to'xtasak normal ijro bo'ldi. Bu demak mishadan chiqyapti degan so'z, xatolik. Do'sa demak mishadan chiqyapti. Do'sa men yana ma'qurnimi do'sa ma'qurnimi mana ichiga yutkitib turay, yutkitib sinab qazadi. Mushu indeks o'zgarib ketdimi, o'zgarmadimi? Qaraylamsak, yanada ichon chiqdi, bu yanada ichon chiqdi. Do'sa bu zodi bizniki o'qish usulimiz xatomi? Qaraylamsak, mana bu normal qo'zg'aldi, to'xtatganiki normal qo'zg'aldi. Kursor move qilgandan keyin oldi bilan o'qib andan keyin move qilandik ya. Shuni sinab qilay. Har ehtimolga qarshi oldi bilan o'qib andan keyin move qilay. Qaraylamsak hozir 1, 2, 3, 4 4 o'qibdi. 4 o'qib ichon chiqdi degan so'z. To'g'ri, ichon chiqdimi? Ichon chiqibdi 4 o'qib. Demak, bu yerda bizniki mushu uchun ilishimiz xato degan so'z. Uchun ilishimiz xato degan so'z. Davomli qilsam, shuniki chek turib ko'rib baqalay. Get column names. Nima? Get count, get strings. Bundan sonra men oldilar mushu column indeksini bir chiqarib baqay. Ses out indekslardan chiqdi. Shuni bir chiqarib baqay. Qaraylamsak, buni hammasidan 6 tal chiqibdi. 6 tal to'liq chiqibdi. Ham xatolik chiqmadi degan so'z. Demak, bu yerda hech qanday xatolik yo'q degan so'z. Unda bo'lsa, bizniki xatolik ne chiqyapti desanglar, misha chiqyapti-da. Mishada get column names. Get string. Tushunami? Diye biz mana qarab baqalay. Mana qarasak, bu oldi bilan move qilibdi, move to first qilibdi. Shuvaga kong debdi, shunami? Bu query deni. Undan keyin get count debdi. Undan keyin move deb manchinsiga yutkabdi. Undan keyin shunchasini get column index deb bir qatim
Apto bizmi aldık get string deb apto bunu. Bizni hozir zot xatolik nima xatolik? Ko'rib boqilay, to'g'ri yozgan narsa yana xatolik chiqadi. Nima xatolik deganda bu yerda cursor index out of bounds state. Index altda demek çoğunu ay deganimiz alt bo'lib ketdi demda. Bunday emas, dur. Nega men ayni chiqarib boqay? Bu program deganda ba'zi ushshoq yordamni bir qiynaydi. Çok murakkab masalani daralar qo'yitimiz ushshoq masala ba'zi yordam bir qiynaydi. Qarayamsan ay 0 1 2 3 5-sekiygacha hozir normal chiqibdi. 6-si aylangan chog'da demak xatolik chiqdi degan so'z. 6-si aylangan chog'da demak xatolik chiqdi degan so'z. Unda olsa 5-si aylangan chog'da tushundim. Hozir bunday qilgan chog'da 4-si xato chiqdi. Bu 4-si xato chiqdi. Üstü qo'ygan chog'da. Ya'ni ay tang 4 bo'lgan chog'da bunda xato chiqdi. Biz nimishga xato chiqdi ay tang 4 bo'lgan chog'da? Buniki container oldi tursa mode deb mode first qo'ysak. Nima? 0-siga o'tkidoq normal chiqadi. 1-siga o'tkidoq normal chiqadi. Misha modin xato chiqadi-da, bizniki hozir misha modin xato chiqadi. Men bunda olsa yaxshisi bunda qilib boqay. Endi bu lekin aql sig'maydigan bir o'zgartish bo'ldi. Yana o'xshashmi? Ay jaja dedik. Ayga yutkidik. Shunami? Bunda qilib bo'lsa. Monichini men almashtirib boqay. Men hozir monichini almashtirib qayta sinovdiman, monichini, lekin boyamqi monichi ham 4-2 monichisi ham hozir 5-1 monichisi. Monichini almashtirib sinovdim. Men hozir qayta menda endi zerek hozir 2 yil o'qitib bo'ldim. Birsiga zerek 2 deb endi men zerek 3 ni qaytib sinab boqay. O'xshash ko'da boyamqi o'xshash ko'da. Qarayamsak zerek 3 deb qotgan chog'da yana o'xshash ekran chiqdi. Ekran ko'rganman. Qayta bir
Zero küçtep qitilib de, lekin zero küçtep qitilib bundan sonra men bu yerga balki mana bu meniki sistemamning masalasi bo'lishi mumkin. Ishga desanglar endi bu mak qo'ygan ekan ba'zi narsalarga. Men endi davomli turdi. Hozir xatolik qildim deb qo'ymoqda. Men yig'ilishib ketdim masalan. Auto bonding index deb yana shu xatolik chiqdi. Qarayman. Unda bo'lsa biz mana usulni o'zgartib qo'yib, biroq o'zgartib qo'yib. Qanday o'zgartimiz degan chog'da buni yana shu while orqali hisoblab qo'yib. Agarda birinchisi qaytsa hamda while nima cordial move to next bo'lsa, move to position deb ekan. Move to next bo'lsa biz bo'lsa mana shu column indexini tepib oldilarni, column indexini tepib undan keyin shuni columnniki chiqarib qo'yay. Qaraganimizda mana to'liq chiqdi, hammasi to'liq chiqdi, ekran chiqmadi. Demak, unda esa biz bayon qilsak nima xato chiqdi degandan biz yana davom ettirdi. Bizni paqlayam ma'ni to'xtatib deb men albatta biz move to position deb buni ko'rib qoldim mana. Shunisini paqlanda olsa move nima? Move degan yutkilish nima? Unda move to position deydi. Move to position ayrıca paqay. Qaraganimcha bunun normal chiqdi hamda, normal chiqdi, hech qanday ekran chiqmadi. Demak, move emas bular, move to position kini. Move emas, move to position kanda men move to position deb o'zgartirdim. Qulay diqqat qilgan yerimiz hamda move emas, move to position kan. Odatda biz ko'proq holda move qaragan chog'da bayon qilma while niki nimasi signalsi yaxshiroq jujun bo'yicha ma'lum hamda izlaydi shuni izlab shunchasiga borgan chog'da ekan qildi. Next bo'lgan ekan hamda shu joyga biz Shangjiang Lianbiao degan Lianbiao bor. Masalan, nesiniki bunda saqlandi unda. Next bo'lgan chog'da masalan next bo'lsa next bo'lsa avtomatik yerda keyingi qitimliqni adres saqlangan bo'ldi. Mana ichida masalan keyingi qitimliqni adres saqlangan. BIOS degan degan so'z, BIOS degan so'z. Next degan ekan yaxshi yeri shu. Endi bu shujukun chashin qilish bo'ldi. Endi shujukuni shancho qilish bilan ganshin qilishni sizlar o'zingizlar ko'rib qolasiz. Sizlar o'zingizlar davomli turda ko'rib qolamiz. Shu usul bo'yicha o'sha davomli turda DB ga update qarang update yoki bo'lmasa delete. Shunami? Delete. Hamma asli qaragansak delete database deb turdi. Unda bo'lsa qilib bo'lgandan keyin biz cho'qim close funksiyasi orqali shujukuni o'chirishimiz kerak. Close funksiyasini o'chirishimiz kerak. Endi bu shojukoniki oddiy ishiltish usuli. Bundan boshqa alohida so'zligidek mazmunlama yo'q buningda. Is open masalan shojuku ichiqliqmi agar masalan unda tekshiramiz biz if db there is open shuni bo'lib qolsa davomli
qilamiz. Agar unda bo'lmay qolsa oldi bilan db chekib open deb shu yukini ochamiz. Open database deb shu yukini ochamiz. Shunga o'xshash hamda shu yukuniki bu oddiy ishiltish usullari. Bayamqi masalada biz bir xato qilib qo'yasizlar. Moto position kini alohida diqqat qilamiz. Moto position ga u hargiz monichiniki masalamizga yoki Mac'niki masalamizga, garchi o'zimizniki masalamizga, moto position. Sizlar chang tutinglar, moto position. Hargiz mo emas. Bugungi darsimiz mushagicha. Tushunmagan mazmunlar bo'lsa, shu topdan so'rasangiz bo'ldi. Tushunmagan. Endi buningda biz so'z deganda odatdagi ishiltish usulini so'zladik. Qolganlarni ham masalan o'zinglar davomli turda agar SQL ni bilsanglar, SQL ni davomli turda ishiltib, meni texnik bir murakkab jumlalarni yozib ko'rib qilsang bo'ldi. Buningmi dizayn qilgan yozg'ili bo'ldi, avtomatik ko'paytirib masalan MySQL da ID ni jiqiriq qilib dizayn qilib qo'yamiz-ku, o'zi birdan qo'shilib qoladigan. Demak, ma'noda bog'liq, shularni qilib bo'ladi. Lekin bu yerda o'zing davomli turda update ni, delete ni ko'rib qilinglar.